Saydilloho bu Spark mashinasini bunaqa tiks ishlab turish uchun 0 dan 100 gacha motorga necha pul ketdi? Rivojdan aka, sizni bu yerga chaqirishimdan asl maqsadim, men sizni videolaringizni, kommentariyalarida ko'p o'qidim. Spark motori 0 dan 100 gacha necha pulga bitishi haqida savollarni ko'p ko'rdim. Shunga sizni chaqirdim aslida. Bu mashinamiz 0 dan 100 gacha bizni hisobimizdan ko'ra ozgina ko'proq bo'lib ketdi. Sababini men sizga tushuntiraman. Bizga motor olib kelganingizda bir galopkasi mo'ysiz yurishgan hisobiga shekalari achilib ketgan ekan, boshqa raspidval galopka qo'yib yuborildi. Shuni hisobiga menimcha ko'proq ketgan. O'zi aslida necha pul ketgan Spark o'rtacha motor? Aslida Spark 1.5 motorlarimizga 5 million atrofida pul ketadi. Videoga like bosib, yaqinlarga jo'natib qo'yasizlar va ikkimizni sahifamizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Bunaqa manfaatli videolarni qo'yib boramiz. Narxini ayting, kuttirib Bu mashinamizga galovka, rasvolarni yangi qo'yilgan hisobiga 7 million 200 ming so'm pul sarflandi.